Assalomu alaykum, Ma'lumot.uz kanalining hurmatli kuzatuvchilari, qadrli chorva qo'yish ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Chekjalar qishlog'idamiz. Dehqon akamizdan to'rbosh qo'zi-qo'chqorlar bor ekan, hozir shularning ma'lumotini berib o'tamiz. Bugun hafta kuniga shanba 15-mart 2025-yil akalar. Ko'rib turibsizlar, hali qo'zi-qo'chqorlar bular. Necha oylik dedingiz? 11-12 oylik qo'zi-qo'chqorlar ekan, hali tishini chiqarmabdi. Ko'rib turibsizlar. Yevish sog'liqlari hamma joyida ekan. Xudo xolasa kim yana olmoqchi, olib boqmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni so'ysa ham bo'laveradi, xudo xolasa, va yana boqsa ham bo'laveradi mana. Ko'rib turibsizlar, sifati zo'r jonivorlar mana. Tirik vaznga necha kilo chiqadi aka? 65-70 kilo. 60-70 atrofida, xudo xolasa chiqib qoladi tirik vaznga. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, toza go'shi 35-40 kilo atrofida go'shi bor ekan mana akalar, ko'rib turibsizlar. Shunday aylantirib ko'rsatdik. Mana. Ana yem yeyishlarini ko'ringlar akalar. Jonivorlar. Xo'sh aka, narxi necha puldan endi buni chiroqli yopishtirib aytavering. 4 million ozgina o'tib beramiz. 4 million so'm ozgina kami bor. Hammasini bir joyga olsa, yana ham chiroq qilib berasiz. Xo'sh, ana akalar ko'rib turibsizlar, 4 million so'mdan narx aytishyapti. Kelib ko'rib savdo qilaverasizlar. Dehqon akamiz mana. Xo'sh, ana. Hali qo'zi ekan bular. Kurashlarni chiqargan ekan jonivorlar. Hammasi qo'zi qo'chqor. Joyida yem yeb Yem yebdi. Mana shu yemlarni yeydimi aka? Necha mahal yem berasiz bularga? 2 mahal yem yeydi ekan akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shu makka, bug'doy yaradimi? Mosh shipirgi ekan. Shularni qaynatib, shunaqa qilib yedirar ekan. Mana 2 mahal yem yegan qo'chqorlar akalar. Xo'sh, narxni aytib o'tdik akalar. 4 million so'm kam bor deyapti. Kelib ko'rib savdo qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Chekjalar qishlog'ida. Qiziqqanlar bo'lsa, sarlavhada nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, endi dastlabki xizmatiga kelishamiz deyapti. O'zlarining mashinasi bor ekan, agar kelish qolsa ham, xudo xolasa, dastlabkasini qilib beraveramiz deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugun syomkamiz qisqagina bo'ldi. Qisqa va lo'nda qilib e'tiborlaringizga havola qildik.